Ushbu videoda ko'rayotgan insonning zurriyotidan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin. Do'stim qarang, niyat qilaman, agarda yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi? Bismillah, qo'lingizni duoga oching. Ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Bismillah deb yozing do'stim. Bismillah deb yozganingiz singari 10 yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarlaringizni to'ldirib tashlasin. Bismillah do'stim. Ushbu kunda o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Qarang, siz arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. Kitobimiz nihoyatda donalab yozilgan, sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobga ko'z nurlarini toldirmaydi. Bir tomonida arabcha tajvid qoidalariga xos holatda, mos holatda bo'lsa, bir tomonda kiril alifbosida qolaversa, ruchkali Qur'onga o'xshab QR kod orqali eshitish tizimiga ega. Qur'onning tafsiri ham mavjud. Hadislar oyatlardan jamlanma. Misol oladigan bo'lsangiz, Qiyomat surasi qachon nozil bo'lgan, qayerda nozil bo'lgan, necha oyatdan iborat, hammasi to'liq holatda tushuntirilgan bo'lib, kitobimiz shunchalik boyligidan hattoki boshlang'ich muallim soni ham bor. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab, men O'zbekistondaman degan insonlar uchun O'zbekiston bo'ylab ham yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga, agar O'zbekistonda bo'lsangiz 99 kodi bilan 789 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali yoki Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan.